Sharqi Turkistonda egichaqsiz yoki yetim qolgan 5000 bola aniqlandi. Xitoy va Sharqi Turkiston haqida elib borgan tadqiqotlar bilan tonilgan Adrian Zenz oldimizdagi kunlarda yig'ilish lagerlarida yuz berayotgan tragediyalar haqida bir tizimlik e'lon qilganligini bildirdi. O ota-onasining biri yoki har ikkalisi yig'ilish lageriga qamalgan 5000 bolaning tizimligini e'lon qilganligini aytdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharqi Turkiston uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bolalarni ota-onasidan mahrum qilgan Xitoyning zulmini qo'llagan Xitoyparast davlatlarga norozilik bildirdi. O bayonotida mundaq dedi: Musulmon bo'lgan g'arb dunyosining bu masaladagi sezgurligini ifodalaydigan bir vaqtda musulmon va qarindosh deb bilgan davlatlarning sukut qilishi bizni qattiq azoblamoqda. O 5000 bolaning va aniqlanmagan 100 minglagan bolaning nima gunohi va Xitoyga norozilik bildirish u yoqda tursin, Xitoyga bir Uyg'ur ayolini qaytarib berishga nima deymiz? Dunyoda insof va odamiylik o'ldimi? Turk dunyosini va rahbarlarini jiddiy insofga va uyg'oq bo'lishiga chaqirman. Türkiye hükümetinin bir Uyg'ur ayolini chegirdan qo'g'lab chiqarganligi oqibat bu ayolning Xitoyga topshirib berilganligi o'ttirg'i chiqdi. Sharqi Turkistonda Uyg'urlar xohlagancha tutqun qilinayotgan va atalmish tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlarida qirg'inchilik davomlashayotgan bir paytda bir Uyg'ur ayolning Turkiyadan Xitoyga qaytarilishi norozilik paydo qildi. Yevropa xabarlari to'rining muxbiri Mustafa Bag ommaviy taratquv hisobida Zinnatgul Tursun ismli 30 yoshlik Uyg'ur ayolning Turkiyadan Tojikistonga qo'g'lab chiqarilganligining keskin aniqlanganligi bildirildi. Zinnatgulning tuqqanlari uning Tojikistondan Xitoyga topshirib berilganligini dalilladi. Zinnatgul Tursunning ikki bolasining Zinnatgulning onasiga topshirilib berilganligi ma'lum bo'ldi. Mustafa Bag Twitter hisobida bu ishga norozilik bildirib mundaq dedi: Zinnatgul tojik emas. Tojikiston pasportimi yo'q. 30 yoshlik ikki bolaning onasi bo'lgan bu tul ayol qandoqsiga chegirdan qo'g'lab chiqarildi. Bir ayol qadam besishi bilan hayoti xavfga uchraydigan bir davlatga bilib turib avatiladi. Bu yerda Tojikiston Xitoyga vakolatan oraga kirdimi? Xitoyga qaytarish qonun loyihasiga qarshi namoyishlar davomlashayotgan Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida saqchilar o'tgan hafta namoyishchilarga maskali kishilar hujum qilgan Yuanlang rayonida yurish faoliyati o'tkazgan shahar aholilariga yosh oqizish bombasi bilan daxl qildi. Minglagan qora kiyimli namoyishchi o'tgan hafta oxirida yuzlari maskali oq kiyim kiygan kishi namoyishchilarga hujum qilgan metro bekatida yig'ilib namoyish o'tkazdi. Eronning rasmiy axborot agentligi Farisning bosh shtab boshqaruvchisi bir amaldordan naql qilib bergan xabarda Eronning boshqariladigan bomba siniga elib borganligi, buning mudofaa eksporti doirasida elib berilgan normal bir faoliyat ekanligi aytilgan. Yana bir tarafdan Amerika Fox kanaliga so'z qilgan ismini oshkorlashni xohlamagan bir Amerika yuqori darajalik amaldori Eronning boshqariladigan bomba qo'yib berganligini bilamiz, lekin hozircha ko'p ifoda bildirmaymiz dedi. Saudiya Arabiston texi haj vaqti kammay turibla muqaddas ziminlarga haj uchun kelganlar sonining millionga yaqinlashganligini e'lon qildi. Saudiya Arabistonga hozirgacha 926.726 kishining haj qilish uchun kelganligi, bulardan 881.229 kishining aeroplan orqali kelganligini bildirdi. Bu yil haj fasli avgust oyining boshlarida boshlanadi.